Toshkent shahrida arzon uy qidirish ekanlar diqqatiga zo'r variantimiz chiqqan. O'rtoqlar Bektemirga kelganmiz. Vodnik Krug, Vodnik Park hamma bilsa kerak. Shundoqqina ro'parasida 9 qavatli binoni 5-etajida 42 kvadrat bir xona. O'rtoqlar, uyni planirovkasini bitta tanishtiramiz, videoda o'tkazib yormanglar. Ko'ryapsizlar, bu zal qismi kattagina. Hozirni uyimiz kosmetik holatda. Katta zalni ham ikkiga bo'lib, ikkita xona qilib foydalansa bo'ladi. Bundan tashqari bu tomonda krugga qaragan, parkka qaragan o'zini katta oynalari, balkonlari. Balkoniga oshxonani olib chiqadigan bo'lsangiz, bemalol ikki xona qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu tomonda oshxona. Ko'rishinglar mumkin, kuxnyasi. Naryoqda kirish qismi koridor bilan shundoq sanuzelga kirsak bo'ladi. Uyimizni qisqacha planirovkasi shundan iborat. Uyimizni kosmetika holatda ozgina remonttalab, shunaqangi lokatsiyaga narxi qancha? Pastda izohlarda yozinglar. Agar arzon aytadigan bo'lsak, like bosishni unutmanglar. Xo'p, 36700, ya'ni ozgina sunnatga tushib berishadi. Pastda raqamimizni qoldiramiz, aloqaga chiqib savdolashsalaring bo'ladi. Videoga like bosishni unutmanglar, yaqinlarga yuborib qo'yinglar.